Ya usta hormang. Salomat bo'ling. Biz siz bilan 6 kishi, 7 kishi gaplashiyorduk. Nima u 2 kishi ishlayapti usta? Qanaqa 6 kishi 7 kishi? Jahonda ham jalo o'tadimi? Chaqir qo'ygan bolalarga. Bo'ldi, chaqiramiz qolgan bolalarni. Usta obedga osh yetirib qo'ydim, hozir kelyapti yo'lda. Qanaqa oshi? Haydab osh uradimi? Bo'yin, qozon kabob, bu narsa qillaring. Aka kelishganimizda ishni cho'tki qilib bitiraversalar, oxirida lazerga tekshirib olaman hammasini. Yomon bir medika odam ekansan-chi, odamlar oyga uchib, sayyorda yuribdi. Sen bo'lsa latichina yuribsan. Assalomu alaykum. Bo'ladigan ishni qilsang-chi. Menga qarang usta, men shogirdingizni ketkisangiz ketding, yomon jonga tegdi. Bo'lmasam общийga sizlar aytib qo'ying. Hop. Bo'ldi, ketib yubordim uka. Xayriyatga qutulibman-da oxiri ham. Qayerdan qutulasan? Hali 6 oylik kreditim bor. Kirdinga sen. Ey, ko'zingga qarasang olmaymi? Passomnik, bilasanmi cho'ntamda qancha pul bor? Seni. Horma ukam. Assalomu alaykum. Katta ustani chaqirish bor uka. Bo'ldi aka, hozir. O'tkir-ku. Oppo, bilmasdan katta ustan so'kib qo'ydim. Endi nima qilaman ekan? Belgilarga qarab turib olmasdan bor ustani chaqir. Va seni qachongacha kutishim? Voy, kim ekan bu yerda? Usta-yu. Nimani qilsam ekan? Hozir boqlayman. Alo. Assalomu alaykum usta aka. Va alaykum assalom. Shogird, bugun ishga kelasanmi o'zi? Usta, bugun ishga bora olmayman-da. Ha, nimaga kelmaysan, shogird? Velosipedim buzilib qoldi, o'shanga bora olmayman. Velosipeding buzilib qolgan bo'lsa, avtobusda kelaver bo'lmasa. Usta, qiziq ekansiz-ku. Meni avtobusim yo'q-ku. Bu ko'chib ketganmi bu? Ha, shogird. Ma boyda kusasan nima qilay? Ha, musulga tashlab yubor, shuni ham so'rab o'tirasanmi, shogird? Buni uylarga olib ketaman dedi-da kecha. Tashlab yubor degandan keyin tashlab yuboraver, shogird. Uyda egasi bir narsa desa, shuni menga qaragan o'zim hal qilaman, tushundingmi? Bor tashlab yubor. Bola, buni aboyda kusogini nimaga musorga tashlab yubordim? Men senga aytaman dedim-ku kecha. Men senga gapiryapman, nimaga qarayapsan? Shogird senga gapiryapti, nimaga menga qarayapsan? Shogird, Ha, usta aka. buni misr paqirni kim kilaylab qo'ydi menga? Ha, buni hech kim kilaylamasa kerak. Bo'lmasa olib qo'yish kerak. Voy, usta nima qilganlar buni aboylar qaranglar, atxot tashasizlar, uval qilib, men buni pulga olganman buni, Ha, nima deyapsan? Nima deyapti bu? Pul so'rasa pul bermaydi. Bari ish bitmay yotibdi. Nima qilib o'tiribsan? Ha, nima qilay? Boshimga chiqib ol, boshimga bo'lmasa uyingga borib yot. Ishlab pulingni olib borib beraman. Ha, nima qilay men hozir? Telefonni ber, to'roningdan bir ishlagin, qimirlasang pul beradi degan. Qimirlasam pul beradimi? Ha, qimirla. Voy billa. Metr dusha. Usta, haydab osiltirib yuravermanmi? Metrda. Men ham o'lchay, men ham usta bo'lay. Usta bo'lmoqchimisan? Bo'pti, o't baqa, bugundan boshlab ustasan. Metrda shan usta. Usha degan ushaydi-da tezda. Bir oydan beri bitmayapti. Yo'ldosh hali tahorat qilganmiding? Ha? Ana uyda egasini oti nima edi? Ulug'bek. Borish Ulug'bek chaqir. Ha, usta. Aka, xarakteringiz og'ir, kaprizli, yomon injiq odam ekansiz. Ha, qayerdan bildingiz? Bir oydan beri ishingiz bitmay o'lyapti, aka. Palakat. Usta uyga eski ketdi. Ish tezroq bitira olayapti. Bu shu odam yomon ziyratda kelaveradi, ish yurmaydi kelganda. Yomon bir kinni odam ekanda. Bor, yo'q deb. Shu quyoshda ishlashimiz shartmikan, ha? O'zi nima uchun ishlayapmiz? Ha, ovqat yeyish uchun ishlayapmiz-da. Ha, obed qilib oldik hozir. Ertaga yana yeymiz u. Ertaga yeyish uchun ertaga ishlaymiz. To'g'ri aytasan. Tashana. Ertaga. Shogird, nima qilganing bu? Ha, zaldaboyni spanniga yopishtirib qo'yibsan. Uyda egasiga nima deymiz endi? Chiqib qo'yibsanmi, shogird? Ya usta, shogirdchamiz yeb qo'yibdi-yu. Bari asotlar kim to'laydi?
Voy, bilasizsan kimsa sevasa, borib tur yo'qol beydan. Ye, shogird, endi raso bo'ldi-yu. Senga endi men ham yordam berolmayman. Nimaga? Kim edi o'zi bu? Shogird, jon shogird, bu uyda egasi bo'ladi. Voy, Bola yoshda xo'jayam. Hech bo'lmasa oyligim beringlar, kreditim bor. Shogird spirt olib kel. Men ichmayman u. Senga ishlamayapman, spirt olib kel deyapman. Ya, men uni harom narsa ishlamayman qo'limda. Sen bakaysan. O'zgaribdi ko'zlar rangi, qo'shimcha kipriklar jangi. Aktyorlar bilmaydi shekilli bu usta. Bormang usta. Qalaysiz? Salomatmi, yaxshimisiz aka? Sizmisiz? Usta, Abdelkani nechta qilyapsizlar kvadratini? Abdelkani aka, $10 qilyapmiz-da. Ha, zo'r. Bu ustiga ochilib qolibdi usta. Qani? Yo'q-ku. Ye, qani u? Yo'q aka, kami ham bor. Pulni chiqar, men o'g'riman. Otmang aka, menda pul yo'q, uyda asal pul bergan yo'q. Chaqir uyda egasini. Ulug'bek, Voy, Nimaga ustonga pul bermayapsan? hali hozir pulim yo'q. Hali kim beraman? Siz kimsiz o'zi? Men mana shu ustani sherigiman-da. Ko'rdingmi? Bermaydi odam, bak bermaydi ekanda. Shunaqa ham ish qiladim. Ey, usta. Böyle bey. Bana qarang tez. Ha, tinchlikmi aka? Nima qilganingiz usta bu? Gitsa kartonni itvachchasini qilib beraman deb ikki figurasini chiqarib qo'ydingiz. Aboyda nima qildingiz buni? Ko'ringchi buni, hamma narsani itvachcha qilib ishlatibsiz-ku. Ha, o'zingiz boshida aytgansiz-ku, hamma narsa itvachchasidan bo'lsin degansiz. Mana ko'rib olaverasiz, mana shu itvachchasi bo'ladi. Hurmat usta. Salomat bo'ling. Usta, men mana qo'shnikiga ishga kelgandim. Qarasam, sizda hamma narsa bor ekan. Lazer bor ekan, temperator bor ekan, mikser bor ekan. Ha aka, hamma narsa bor-ku, faqat bitta narsa yo'q-da aka. Nima yo'q aka? Odamgarchilik yo'q aka. Instrument so'rang, bari bermayman. Eng kerakli narsangiz yo'q ekanda. Siz. Dada, tasavvur to'y qiladigan havo bo'lyapti, nima deysiz? Ha, nimasini aytasiz o'g'lim? Yana bitta uylab borsammikan? Nima yo'qni ham tushunmaysan. Nozimjon, bor mollarga suv berib kel. Ha, shu molam rosa yetilib qoldi-yu, dada. Xudo xolasa to'y-poyga so'yamiz-da. To'y? Qanaqa to'y? Ukam sundat to'yga hali ancha bor. Bor suvni berib kel. Yo'q, bu odam nima prinsip qilyapti? Dada, Rossiyaga ketib bir ishlab kelaymi? Menga mashina, voy toychog'im o'zimdi. Yur ketdik, o'zim bilet olib beraman. Menga xotinchi. Dada, yangilikda eshitdingizmi? Ishonch do'konlarini Dang'ara filialida 1+1 aksiyasi ketyapti. Nima deysiz, o'sha yerdan kelinlikga bitta xolodilnik olsangmikan, qo'shimchasiga termoshina qo'shib berishadi. Sen hali uylanganingmi? Ha, o'g'lim, men nima qilaman tushunmaydi o'ylaysan, ha? Sen sundat o'tdan qo'yib turgan ochama bormoqchi edim. Bor qo'ylardan hajolatam o'zim. Trella borib qo'yaman. Malol borib, mazaq o'ynab qo'yaman. Meni baribir tushunmaysiz. Nima meni olyapsiz? Hurmat usta. Salomat bo'ling. Usta, bu tiyagalarni aboydan aka pishirish kerak endi. Vaqt qo'ydingiz buni. Ha, aboydan oldin yopishtirdilar-da aka bu. Siz kimsiz o'zi? Ha, men shu uyda egasini qo'shnisiman. Aka, bo'lmasa sizga bitta savolim bor-da. Xo'sh, qanaqa savol ekan usta? Ha, shu mol bilan qo'ydi, yemishi bir xil, lekin ikki xil chiqadi. Nimaga shunaqa aka? Qanday qaydan bilaman aka? Qiziqchimiz. Ha, bo'qqa ham aqlingiz yetmaydigan. Nima qilasiz aka ustani jigarlash? Usta? Usta. Voy, assalomu alaykum. Siz qalaysiz? Qalay bo'ldi ishlar, xudo xolasa? Xudo xolasa bitta aka ko'rib qabul qilib hisob qilsak bo'ldi aka. Ko'ngildagidek bo'ldimi axir? Zo'r aka. Ha, yaxshi. Usta, endi bir ikki kun sabr qilib turasiz. Pulni shu bir ikki kunda bersa, molni sotishim kerak. Bu ham pul yo'q deydimi? Ustalardan o'ylada odam bormi? Pulni olsa nimaga ishlatasan? Hey! Ichingda gapir, uyda eshitib turibdi. Yo'q aka, bo'lmaydi.